Mana bugun Namanganda Komiljon obyektlaridan bittasida hozir mehmondamiz. Assalomu alaykum Komiljon. Yaxshimisiz? Charchamasdan? Yaxshi, rahmat. Hozir qilgan obyektlardan bittasida hozir montaj ishlarini qo'lni bitirib ishni tushirgan ekanlar. Shunda ekskursiyaga bitta keldi Komiljon, shu obyektlaringiz haqida tanishtirib chiqsangiz bizlarni. Mana hozir xonadonni asosiy shitini oldiga keldi Komiljon, o'zingiz bitta tushuntirib bersangiz qilgan ishlaringizni. Xo'p, xonadon uchun yiqqan shitlarimizdan bu xonadonda bu shitdan tashqari yana 3 ta shit bor. Bu asosiy shit bo'lgani uchun tashqaridan alohida kablimiz kirib kelgan. Kablimiz bu joyda 10 kilometr orqali olib chiqqanmiz. Olib chiqib, bu orqali bypass avtomatlarini ham joylashtirganmiz, ya'ni kelajakda stabilizator qo'yganda almashtirish uchun. Bu joyda voltmetrlar uchun avtomatlarimiz 2 amperli, elektrik kotel uchun nark avtomatdan foydalanganmiz va chin o'zosidan 3 ta relay напряжение bular rozetkali gruppalar uchun hammasini o'zini avtomatlari bilan himoya qilingan. Perключатель faza uchun avtomatimiz, perключатель fazadan основной освещение uchun foydalanganmiz xolos. Bu ikkinchi etajniki. Bu elektrik kotel va rozetkalarimizni har to'rtta rozetkamizga bittadan uzuv ishlatganmiz. Xonadonimizda bir nechta uzuvlardan foydalanganmiz. Rozetka gruppalari uchun alohida uzuvlar, освещение uchun alohida uzuvlardan foydalanganmiz. UPS ga moslaganmiz bu joyda, ya'ni Chin kompaniyasining NZK2 perключатель fazasidan foydalanganmiz. Buni vazifasi UPS da qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, shu orqali ortiqcha muammolarsiz shu perключатель orqali shahar tarmoqqa ulab ishlatib bo'ladi. Shitlarimizda xo'p, har bitta avtomatlarimiz markirovka bo'lgan. Misol uchun bu joyda o'sha 35-avtomat bo'ladigan bo'lsa, shu joyda 35-avtomat qayerga ketishligini yozib qo'yganmiz. Shitlarimizga освещение bu o'chmaydigan rozetka qilganmiz, ya'ni vvoddan olganmiz. Shitni polni o'chirib qo'yib, qanaqadir ishlar bajarish kerak bo'lsa, shu rozetkadan foydalanish mumkin. Va albatta sovutish uchun termoregulyator va mana bunaqa filtrlardan foydalanganmiz. Havo kirish uchun filtrlar bilan qo'yib, termostatlar bilan qilgan ekansiz. Va bu yerda hozir markirovkada e'tibor berayotganim, hozir har bitta rangga ajratib qo'yganlar, qaysi fazadan foydalanayotganligini aniq qilib belgilab qo'ygan. Bu yerda ham rangli qilib markirovka berilgan, bu yerda ham o'sha narsani shunaqa ko'rsatib ketilgan. Qatga nima ketayotgani aniq-tiniq ko'rinib turibdi.